Daqiqa. Manchi? O'tirib tur. Cho'ta neto. Oxirgi payt serqatnov bo'lib qoldi shu yerga. Assalomu alaykum, Meros klinikasiga xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Bizlar boshliq kirib ketgandi shu o'tga. Kim oldiga keldi bilmaysizmi? 3-shaxs haqida ma'lumot berishimiz taqiqlangan. Ha, yo'q, bemalol gapiravering. Men o'zimni boshlig'im bo'ladi. Ustozlarini yoniga kirib ketdilar. Ha, ustozlarinimi? Ular davolanayaptimi shu yerda? Da, Qanaqa kasallik? pnevmoniya kasalligi. Pnevmoniya, u qanaqa kasallik bu? To'liqroq tushuntiring. Qattiq o'pka shamollashi. Ha, o'pka shamollashi. Unda sizlar yurakni ham ko'rasizlarmi? Albatta tekshiramiz. Ha, o'zingiz tekshirasizmi yuragimni? Yo'q, klinikamizda yuqori malakali kardiolog shifokorlarimiz bor. Ha, menimcha ular davo topolmasa kerak-ku. Tushunarli. Ha, telefon raqamingizni bera olasizmi? Bo'sh bo'lganda telefon qilib kelaman. Albatta, Aha. Bemalol telefon qilaveraymi? bemalol. Rahmat. Qanaqa dorilar yetishmovchilik bo'lsa telefon qilasiz. Xo'p, mayli. Salomat bo'ling. Rahmat. Ha, o'rta boshliq. Men senga mashina ko'tar degandim. Hojat kirib chiqdim-da. Telefon qilaman. Ha, bo'ydoqchilik. Qiz nomerini oldim. Bu qiz nomeri emas. Bu klinikaning vizitkasi bu. Qiz nomerini yoz. Qayerdan bilasiz? Ammamning qizi bo'ladi. Hayat bu komediya, kim uchun tragediya, hech narsa qilmaydiya, yasha va cha-cha.